yaxshilar, bugun o'zingiz ko'rib turganingizdek navbatdagi tabriklarimiz bugun bizlarda 17 mart 2021 yil farzandlarning mehribon onajonisi Onaray opamizni bugun 71 bahori bilan barcha farzandlari, dilbandlari, nabiralari nomidan chorliqlab tabriklashga kelganmiz. Demak, chiroyli tabrikga guvohi bo'lamiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Navbatdagi xonadon sizning xonadoningiz bo'lishi ham mumkin. Bugun bizlar sayramni vaqtdan deyarlamiz. Jannatdan kifoya taralgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Bezovta qilgan bo'lsak ming karra uzr. Hammalarga yaxshi kayfiyat va yoqimli ishtaha tilab qolamiz. Bizlarga hurmatli yaxshilar, Onaray onajonimiz kerak ekan. Bormi shu yerdami? Assalomu alaykum onajon. Bugun sizni tabriklashga keldik, xursand qilishga keldik. Endi sizni ozgina bezovta qilamiz. Mumkin bo'lsa, tashqariga kengroq joyga chiqib olsak, maylimi? Sizdan ozgina o'rintiramiz. Onajonimga bitta qarshi chora qo'yasizlar va tashqariga chiqamiz. Yuringlar. Yordamlashib olinglar. Kechiksam xizmatu safardan, yo'limga intizor ko'zlari. Dunyoda eng shirin asaldan, shirinroq onamning so'zlari. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan. Onamning bir parcha jonidan, mening ham bir jonim yaralgan. Bag'riga otilsam hidlari, jannatdan kifoya taralgan. Onamning bir parcha jonidan, mening ham bir jonim yaralgan. Yetti falakka nolishim, yesada baribir g'am emas. Onam bor hal bo'lar har ishim, omadim hech kimdan kam emas. Yetti falakka nolishim, yesada baribir g'am emas. Onam bor. Yana bir kere assalomu alaykum. Onaray opa, bugun sizni tabriklash uchun keldik. Xursand qilish uchun, ko'nglingizni ko'tarish uchun keldik. Faqat bilasizmi, kim nomidan bugun sizni tabriklashga keldik? Bolalarım nomidan. Albatta, bitta qarshi olib qo'yasizlar. Bugun sizni barcha farzandlaringiz, birinchi galda Mavlonqul akam, Dilmira kelinlaringiz va suyukli nabiralaringiz, Rahimqul ukalarimiz nomidan bugun sizni tabriklashga keldik. Qolaversa, xonadonni suyukli farzandlari, ko'zingizga oq qoralari bo'lgan insonlar, Sultonqul akamiz, Turdiqul akalarimiz, bu tomonda Kamoljon akam, Sonobor opoylarimiz, Hilola, muqaddas kelinlaringiz, barcha farzandlaringiz nomidan bugun sizni tabriklashga keldik. Bugungi xursandchilik kun muborak bo'lsin. Shukrona to'y, tavallud ayyom muborak bo'lsin. Chin yurakdan sizni tabriklaymiz. Ko'rsatganiga, yetkazganiga Allohga shukronalar aytamiz. Bugun farzandlar bilan gaplashganda aytishdiki, bugun biz onajonimizni, mehribonimizni, dunyolarga ishonmaydigan tanho insonimizni bugun tavallud ayyom kunlari. Bizlarning baxtimizga hamisha sog' bo'lsin. Bizlar uchun dunyodagi eng katta qahramon, har qanaqa vaziyatda ham bizlarni qo'llab-quvvatlab turadigan inson bugun onajonimizni tug'ilgan kunlari. Bizlar onajonimga o'zimizni rahmatimizni aytmoqchimiz. Nima uchun? Bizlarni dunyoga keltirganlari uchun, voyaga yetkazganlari uchun, hech kimdan kam qilmasdan, hech narsaga xorizor qilmasdan bizlarga eng yaxshi bolalikni hadya qilib, bizlarga eng baxtli kunlarni inom etganlari uchun. Bizlarning baxtimizga hamisha sog' bo'lsin, omon bo'lsin, dunyo turguncha tursinlar deb sizlarni tabriklab yubordi. Bugungi xursandchilik kun muborak bo'lsin. Chin yurakdan sizni tabriklaymiz. Qarsiylar bilan qo'llab turasizlar. Bizlar esimizni taniganimizdan adam bilan onajonim mehnat bilan shu kungacha olishib keladi. Kunni kun demasdan, tunni tun demasdan bizni afsuski ming afsus hozir oramizda yo'q. Bu foniy dunyoni tark etib, boqiy dunyoga ravona bo'lgan Farmonqul akamiz bilan birgalikda adajonimiz bilan onajonim butun umrini mehnatga baxshida qildi. Farzandlarim hech kimdan kam bo'lmasin, hech narsaga xorizor bo'lmasin deb butun umr mehnatda o'tdi. Bizlar bu insonlar bilan faxrlanamiz. Endi bizlar istaymizki, bu insonlar hamisha bizlar bilan faxrlanib yursin. Bizlarning rohatimizni ko'rishsin, orqamizda
bizlarning orqamizda hamisha yaxshi so'zlarni, rahmatlar eshitib yursin deb sizni mana shunday bir xursandchilik bilan tabriklab yubordik. Xursandchilik muborak bo'lsin. Chin yurakdan sizni tabriklaymiz va shu o'rinda farzandlaringiz, dilbandlar nomidan chiroyli guldastalarni sizga taqdim qilamiz. Farzandlar nomidan gullarni olib kelinglar, yordamlashib olinglar. Gullarning bittasini olib qo'yinglar, bittasi qo'llarda tursin. Sababi onajonimga gullar yarashib turibdi. Qolganlar sovg'alarga shoshmay turinglar, xo'pmi? Sarpolar muborak bo'lsin, sovg'alar muborak bo'lsin. Mana yaqinlar, bag'ri jigarlar sovg'alarini taqdim qilishyapti. Muborak bo'lsin. Farzandlar bilan gaplashganda aytdiki, bizlarning adajonimiz, onajonimiz butun umr boya aytganimdek, umrini mehnatga baxshida qildi. Butun umr ana shu ilgari qiyin zamonlar bo'ldi. Kolxozda ishlashdi, kolxozning fermasida ishlashdi. Qanaqa qiyinchiliklar bo'lsa, hammasini o'zlariga olib bizlarga eng yaxshi bolalikni, eng yaxshi umrni hadya qilishdi. Bugun mana shu yaxshi kunlarga erishishimizga mana shu adam bilan onajonimni chekkan zahmatlari, ko'rgan qiyinchiliklari sabab bizlar bugun mana shunday yaxshi hayot kechirib turibmiz. Bizlarning baxtimizga hamisha sog' bo'lsin deb sizni tabriklab yuborishdi. Har bir ota-ona farzand o'stirgandan keyin ularning baxtini, kamolini ko'rsam deydi. Ilohim, onajonimni yaxshi mana shunday baxtli kunlarga yetgan kunlari muborak bo'lsin, rost bo'lsin ilohim. Hamisha tan jonlari sog' bo'lsin, bizlarning baxtimizga hamisha sog' bo'lsin dedi. Keliningiz bilan gaplashganda aytdiki, "Mani onajonim, men yangi kelin bo'lib tushganimda hali yosh edik. Endi bir ishni bilsak, bir ishda kamchiliklar bo'ldi. Onajonim, bizlarni hamma kelinlarni ham yomonni yashirib, yaxshisini oshirib, bilmaganimizni o'rgatib, unday bo'lmaydi, bunday qilsang to'g'ri bo'ladi, eringni hurmat qil, hurmatini joyiga qo'y deb mana shu oilani tutishni, ro'zg'orni qanday boshqarishni onajonim hammamizga o'rgatdi. Kerak bo'lsa, mana shu qishning kunlari ham, yozning jazirama issiqlarida ham bozorlarga tushib bozor qildi, sut sotdi. U paytlarda qiyin davrlar bo'lardi. Bizlar uyda pishiriqlar pishirib berardik, tortlar pishirib berardik. Onam esa qanaqa qiyinchiliklar bilan, mashaqqatlar bilan ana shuni hammasini bozorga borib sotib, bu hammasi farzandlarining porloq kelajagi uchun harakat qildi, mehnat qildi. Adam bilan birgalikda tosh kelsa kemirdi, suv kelsa simirdi. Qanaqa qiyinchiliklar bo'lsa, hammasini o'zlariga olib, bizlarga eng yaxshi bolalikni hadya qildi. Endi ming afsuski, bu dunyoga hammamiz mehmon ekanmiz. Oramizdan adajonimiz 16 yil burun oramizdan bu foniy dunyoni tark etib, boqiy dunyoga ravona bo'ldi. Endi mana shunday xursandchilik kunda musulmonchilikda o'tganlarni eslash ham qarzimiz, ham farzimiz. Shunday ekan, o'tganlarning oxiratlari obod bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin. Og'amizni, dodamizni yotgan joylari jannatdan bo'lsin ilohim. Qolganlarga esa umr bersin. 16 yildan beri bizlarga onajonim ham onalik, ham otalik qilib bizlarga mana shunday bosh-qosh bo'lib yuribdi. Ilohim baxtimizga hamisha sog' bo'lsin, omon bo'lsin, dunyo turguncha tursinlar deb sizni tabriklab yubordi va yana bir narsani aytdiki, bu dunyoda Alloh haqiqatan ham suygan bandasiga dard berar ekan, sinov berar ekan. Ming afsuski 2020-yil bizni oilamizda bitta mudhish voqea bo'ldi. U ham bo'lsa onajonim to'satdan ana shu avtohalokatga tushib qoldi. To'shakka mixlanib qoldi. Juda ham qiyin kunlar bo'ldi shunda. Onam juda ham qiynaldi. Endi bizlar istaymiz hech qachon qiynalmasin onam. Hamisha yosh bo'lib yursin. Hamisha hech qachon hech qanaqa kasallik onamga tegmasin. Hamisha chetlab o'tsin hamma kasalliklar. Hamma quvonchli kunlar, yaxshi kunlar onam bilan birgalikda bo'lsin. Bizlarga yaxshi kunlarimizda, to'ylarimizda, to'yxonalarimizni to'rida, xonadonlarimizni to'rida savlat to'kib duoda bo'lib turish onajonimga nasib qilsin. Eng yomon ko'rgan kunlari bugungi mana shu tug'ilgan kunlarday bo'lsin deb sizni tabriklab yubordi. Bugungi xursandchilik kun muborak bo'lsin. Endi hechdan ko'ra kech deydi. Qo'rqqaningiz qutli bo'lsin onajon. Bunaqa endi mudhish voqealar hech qachon bo'lmasin. Hamisha tan joningiz sog' bo'lsin. Haqiqatan ham Allohning nazariga tushgan inson ekansiz. Mana shunday bir dard bilan, mana shunday qiyinchilik bilan sizni sinagan ekan. Ko'rganlaringiz, hamma ko'rgan qiyinchiliklaringiz ortda qolgan bo'lsin. Endi bundan buyog'iga hayotingizning har bir kunini, har bir soniyasini baxtli, baxtiyor kunlarga to'la bo'lsin. Ana shunday xursandchilik kunlarda hamma yaqinlarga, farzandlarga, nabiralarga, evara-yu chevaralarga siz bosh-qosh bo'lib turish nasib qilsin sizga. Bugungi xursandchilik muborak bo'lsin. Mana shu chalinayotgan qarsaklar sizning hurmatingizga. Chin yurakdan tabriklaymiz.
Va yana farzandlarni shunday bir ulug' niyati bor ekanki, inshaalloh Alloh nasib qilsa onajonim oyoqlari yaxshi bo'lib ketsa, inshaalloh hozir ham yomon emas, lekin Xudo xolasa bizlarning onajonimiz hali 18 yoshli qizdek bo'lib chopib ketadi inshaalloh. Nasib bo'lsa bizlar onajonimni Makkaga yuborib, Kabatullohga tavob qildirib, hojona qilish niyatlarimiz bor edi. Ilohim niyatlariga yetsin. Hojona bo'lib farzandlarni hamisha boya aytganimda yaxshi kunlarda duoda bo'lib turib, to'yxonalarni, xonadonlarni to'rida oppoq ro'mollarni yelkangizga tashlab hojona bo'lish sizga nasib qilsin. Bugungi xursandchilik muborak bo'lsin. Chin yurakdan yana bir karra sizni tabriklaymiz. Bu dunyoda mana shu yoshga kelib anglab yetdikki, insonni haqiqatan ham ikkita do'sti bo'lar ekan. Biri Alloh bo'lsa, biri seni boringda ham, yo'g'ingda ham, har qanaqa vaziyatda ham seni qo'llab-quvvatlab turadigan, senga dalda bo'ladigan, to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan inson bu ota-ona bo'lar ekan. Har qanaqa do'stlarimiz bo'ldi, yaqinlarimiz bo'ldi, lekin boshimizga sinovli kunlar kelgan paytda yuz burib ketganlar ham bo'ldi, lekin har qanaqa vaziyatda ham qo'llab-quvvatlab turadigan, "Ke bolam, unday qilma, kuyinma" deydigan inson bu faqatgina onam bo'ldi. Baxtimizga sog' bo'lsin. Haqiqiy do'stimiz, bizlarni haqiqatan ham kutadigan, sog'inadigan inson bu oila ekan, onam ekan. Baxtimizga sog' bo'lsin. Dunyo turguncha tursinlar deb sizni tabriklab yubordi. Bugungi xursandchilik kun chin yurakdan muborak bo'lsin. Yana bir karra sizni tabriklaymiz. Va Onora opa ijozat bersangiz, farzandlar nomidan sizga 4 qator she'r o'qib beramiz. Maylimi? Onajonimga deb yozib qo'yishibdi. Dunyoda yashayman shodonu beg'am. Yaratganlar 4 mucham sog'lomu bekam. Olamni ko'rishga musharraf qilgan onamni asragin, yo qodir egam. Jannat poyida deb yaratgan Alloh meni ham balolardan eltuvchi panoh. Sabri baland, qaddimni tutib turguvchi onamni asragin, yo qodir egam. Yuzida nuri bor xokisor, ayollar ichida nafis dilbari, betakrorim 7 olam sarvari, onamni asragin, yo qodir egam. Uyimiz ko'rkidir farishta misol, dadamning obro'si fayzi ehtimol. Hayotning ustuni tarixi misol, onamni asragin, yo qodir egam. Koinot sahnada yashirgan sirin, tarixi ildizi olam yashirin. Didori hammadan har nedan shirin, onamni asragin, yo qodir egam deb sizni tabriklab yubordi. Bugungi xursandchilik muborak bo'lsin. Chin yurakdan sizni tabriklaymiz. Onajon opa, Onora opa, bugun farzandlarning qalbidagi niyatlarini, istaklarini imkon qadar Alloh qodir qilgancha men sizga yetkazishga harakat qildim. Hali endi men so'zni sizga bersam, barcha farzandlarga, mehmonlarga o'zingizning yaxshi niyatingizni izhor qilsangiz. Az mehmonlarimiz so'z, siz va bizni mana shu yerga jam bo'lishimizga sababchi bo'lgan, farzandlarni oq yuvib, oq taragan inson, hech narsadan kam qilmasdan, hech kimga xorizor qilmasdan voyaga yetkazgan inson, betob farzandlarning qoshida tunlarni bedor o'tkazib, mijja qoqmasdan tong ottirgan inson, Onora opamizga so'z. Marhamat. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan qarindoshlarim, qo'ni qo'shnilarim, singllarim, aka-ukalarim, hammanglarga rahmat. Men yoshimga yetinglar. Men yoshimdan ham o'tib ketib 100ga 80-90 ga chiqinglar Xudoya. Qizlarimni, kelinlarimni hammasiga rahmat, bolalarimni qo'shqandan qo'sha qarisin, baxtli bo'lsin. Avaralarni qizig'ini ko'rsin bari ham. Menga o'xshab avaralar ko'rsin. Mana sinlarim bariga ham rahmat, qo'shqandan qo'sha qarisin. Inalarimni, tellari sog' bo'lsin. Tapqonlariga baraka bersin.
Özümni aka-ukalarim, kelinlarim, kelinaylarimga ming rahmat. Ata-anam o'rnida o'tirgan adamga, kelinayimga rahmat. Barsam kutib oladi. Başqa nimayam deyman. Rahmat hammanglarga, sizlarga ham rahmat. Men yoshimga yetinglar, yuzga chiqinglar hammanglar ham. Bola chaqani rohatini ko'ringlar. Yaxshi kunlarda mana shunaqada ko'rishaveraylik. Bolalarim ham, kelinlari sog' bo'lsin. Navaramni ham, navara kelinlarimni ham bari teni sog' bo'lsin. Qo'shqani bilan qo'sha qarishsin. Avaram katta yigit bo'lsin. Yana bitta bo'lay deyapti. Avaram 4 ta bo'ladi xudo xolasa yaqinda. Qo'shqandan qo'sha qarishsin. Hammanglar mana shu menga o'xshab ko'ringlar. Rahmat. Sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Endi bu andaqani olib borayotgan mana shu katta kelinimni andaqasi qo'limdagi kelinimni nimasi bo'lsa kerak menga bildirmay boshaqmay unda qildi. Rahmat. Albatta, to'ppa-to'g'ri aytdingiz. Bugun mana shu qo'lingizdagi o'g'illaringiz, kelinlaringiz nomidan bugun kelib turibmiz. Bugun haqiqatan ham mana onajonim menga hech qachon qaynonalik qilmagan, hech bir kelinga qaynonalik qilmagan. Va aytganimdek hamma narsani, kamchiliklarimizni yashirib, bilmaganimizni o'rgatib, mana shu ro'zg'orni to'g'ri tebratishni, to'g'ri olib borishni o'rgatgan inson bu bizning onajonimiz bo'ladi. Onajonim o'zim onamdek hurmat qilaman. Kerak bo'lsa undan ham ziyod hurmat qilaman. Vaqtimizga hamisha sog' bo'lsin. Bizning onajonimiz eng yaxshilariga, eng zo'r sovg'alarga loyiq inson. Bizning baxtimizga hamisha sog' bo'lsin. Bizlarga mana shunday turmush o'rtoqni dunyoga keltirib, to'g'ri tarbiyalab, voyaga yetkazib, meni qo'limga topshirib qo'ydi. Undan keyin mana bizlarning bolalarimizni ham tizzalarda o'tkazib o'zlari katta qildi. Ilohim bizning baxtimizga hamisha sog' bo'lsin deb sizni ta'rifladi. Qanaqa so'zlar bilan ta'riflay, qanaqa so'zlarni aytib onajoningizni tabriklay desam, sizga ta'rif beryapti-yu, ko'zlarida yosh. Haqiqatan ham mehri bo'lakchi ekan. Ilohim mana shu aka-uka, opa-singil orasidagi mehr abadiy bo'lsin, hech qachon so'nmasin. Aka-uka, opa-singil orasidagi inoq bo'lsin, hamjihat bo'lsin, bir yoqadan bosh chiqarib, hamishasini ko'zingizni quvontib yursin ilohim. Bugungi xursandchilik kun muborak bo'lsin. Qo'shimcha bormi? Bugun siz qancha gapirsangiz shuncha kam bemalol sizga so'z beraman. Onamning bir parcha jonida. 3 ta o'g'lim bor, bitta qizim bor. 2 o'g'lim hozir masjidda yuribdi. Yana bitta nevara kuyovim bor, u 4-o'g'lim xudo xolasa. Sherzatjon. Sultonqul o'g'lim hozir endi yo'q edi, reysga ketib qoldi. Kelsa xafa bo'ladimi deb menga keldim, har zaman so'kib qo'ymasam bunday qilayotgan ekansan. Mayli endi dedim, u ish shunaqa yo'q edi. Albatta. Bizlarning farzandlari, onajonim barcha farzandlari o'zi yo'lda yurishadi. Hammasi onam har safar ular ishga ketganda orqalarida xavotirab yo'llari ko'zlar ana shu yo'llarga termilgancha duoda o'tiradi. Eson-omon kelsin. Yo'l azobi degan gap bor xalqimizda. Ilohim eson-omon hammasi ishlarida hamisha olg'a bossin, yaxshi borib, yaxshi kelib, yaxshi pullarni topib, sizni xursand qilib yuraversin hamisha onajon. Chin yurakdan sizni tabriklaymiz. Xursandchilik kun muborak bo'lsin. Agar onang hayot bo'lsa, har luqmangda lazzat bor. Onang agar hayot bo'lsa, g'amlarning bari bekor. Onang agar hayot bo'lsa, sendan baxtli odam yo'q. Didoridan quvvat olib, xotirjamsan, ko'ngling to'q. Onang, onajoning, mehriboning hayot bo'lsa. Onang agar hayot bo'lsa, doim bag'ring butundir. Bilgin qayga qo'ling cho'ssang, beshak qo'ling uzundir. Onang agar hayot bo'lsa, yoshlanmaydi ko'zlaring. Har tong olib duosini yorug' bo'lar yuzlaring. Onang, onajoning, mehriboning hayot bo'lsa. Onang agar hayot bo'lsa, porlab turar chirog'ing. Yo'llar bosib charchamaysan, yaqin bo'lar yirog'ing. Onang agar hayot bo'lsa, hech darbadar kezmaysan.
otang o'tgan bo'lsa hamki yetimliging sezmaysan. Onang, onajoning, mehriboning hayot bo'lsa. Xalqimizda shunday gap borki, otalar farzandlari uchun qo'rg'on bo'lsa, onajonlarimiz esa o'z farzandlari uchun qurbon bo'lar ekan. Shunday ekan, farzandlariga ham qo'rg'on, ham qurbon demoqchi bo'lganimiz, ham ona bo'lib, otamizdan keyin farzandlarimizga ham ota bo'lib kelayotgan Onaray opamizni hurmatiga yana bir karra mehmonlarimiz bitta chiroyli qarshi olib qo'yasa. Joningiz omon bo'lsin. Boringizga shukr. Ana endi men hozir iltimos qilardim, bugun o'zi farzandlarning niyati bor ekan. Hozir karantin, pandemiya bo'lmasa, sizga katta to'y qilish, yubiley qilish niyatlari bor ekan. Endi hozir baxtga qarshi to'yxonalar ham yopiq, karantin, pandemiya bo'lib yotibdi. Shunday ekan, bugun xonadon eng yaqinlari, oilaning eng yaqinlari, onajonimning bag'ri jigarlari davrasida bugun tug'ilgan kunlarini nishonlayapmiz. Endi nasib bo'lsa, to'yxonalar ochilib ketsa, hali onajonimga katta to'ylar, yubileylar qilish niyatlarimiz bor. Onajonimni dunyoning eng zo'r mamlakatlariga yuborib, tug'ilgan kunlarini nishonlash niyatlarimiz bor inshaalloh deb mana shunday bir niyatlarda ekan. Xudo xolasa onajonim inshaalloh nasib bo'lsa, oyoqlari yaxshi bo'lib ketsa, bir yilga 2 marta, 3 martadan sanatoriyalarga borib dam olib kelsin. Sababi butun umri zahmat chekib, qiyinchiliklarga bardosh berib o'tdi. Ana endi rohat ko'radigan paytam yetib keldi. Ana endi farzandlarning orqasida rohat, farog'at ko'rsin, huzur, halovatda bizlarning rohatimizni dam olishlarda yurib, bizlarni havorab tursin inshaalloh. Bizlar xudo xolasa onajonimga bunaqa sensor telefon beramiz, bizlarni ko'rib turadi, dam olishlarda Antaliya, Dubaylarga yuboramiz nasib bo'lsa onajonimizni dedi. Ilohim niyatlariga yetsin, ana shu joylarga borib, dunyoning eng zo'r joylariga borib dam olib keling farzandlarning orqasida. Sababi siz onajon eng zo'riga loyiqsiz. Boringizga shukr. Mana shu qarsaklar sizning hurmatingizga yana bir karra. Ana endi hurmatli yaxshilar, bu yerda xonadon eng yaqinlari, jigarlari, onajonimizni yaqinlari turishibdi. Bu qo'llarida sovg'alari bor, salomlari bor. Bitta chiroyli tarona bo'lsa, hamma mehmonlarimiz ana endi fursatni boy bermasdan onajonimizga sovg'alarini taqdim qilib, bag'ringlarga bosib, chiroyli qilib tabriklab qo'yasizlar. Undan keyin tortlarni olib kelamiz. Marhamat, farzandlari, nabiralarining sovg'alari bor ekan, taqdim qilamiz. Chiroyli qarsaklar bilan qo'llab turasizlar aziz mehmonlarimiz. Boringizga shukr. Qarsaklar bilan qo'tlab turinglar. Ko'rsatganiga, yetkazganiga Allohimga shukronalar aytamiz. Danagidan mag'zi shirin deb shuni aytsa kerak. Mana farzandlar, nabiralar, evaralaringiz sizni tabriklayapti bugun xursandchilik kun bilan. Barcha kelinlari, qizlari tabriklab qo'yinglar, sarpolarini taqdim qilishingiz mumkin. Yaqani, navari, evarani hammasini rohatini ko'rib, to'rlarida, oq ro'mollarda duo qilib o'tirish nasib etsin. Bugungi kun tug'ilgan kuninglar hammanglarga muborak bo'lsin. Rahmat. Sarpolar muborak bo'lsin. Qarsaklar bilan qo'llab turasizlar. Istiqbolingiz ado bo'lsa, ilohim onajon, to'ylarga, xudo xolasa, o'tirishlarga endi kiyib borasiz inshaalloh. Mavlon qulni ham, Rahim qulniki ham. Xudo xolasa hajlarga borishni Alloh nasib etgan bo'lsin. Apa, sizga degan dil so'zlarim bor. Nur yog'ilar yuzlaringizdan, ming ma'no bor so'zlaringizda. Olam guluzi bo'lar munavvar, siz bor joyda har vaqt, har mahal. Qutlug' uyimizning farishtasisiz, chaman hovlimizning sarishtasisiz, bog'dagi gullarning eng sarasisiz. Olamdagi onalarning asl a'losisiz. Suyukli farzandlarni dunyoga keltirgan, ko'zimizning nuri gavhari, quvonchi, ishonchimizsiz. Farzandlarga to'g'ri tarbiya bergan, jonkuyar, mehribon duogo'yimizsiz. Nuroniy onaxonlar davrasining kamtarin, shirin suxan chiroyisiz. Pochchamdan omonatgina tabarruk, iymonli g'animatimizsiz. Bu 5 kunlik yolg'on dunyoda Makka yu Madina qiblagoh sajdagohimizsiz. Opajon,
baringizga shukr, hajlarga borishni nasib etsin. Mana shu farzandlarning rohatini rohatda ko'rishni Alloh nasib etsin. Rahmat. Anaray candan aziz qaynsiynim, 55 yillik dugonam, sirdoshim. Xudoya bir ajallardan qoldik ikkalamiz, siz shundoq bo'ldingiz. Xudoya baqqan ko'rganingiz shu bo'lsin. Bundan buyoqqa bola chaqani rohatlarni ko'ring. Xudoya yarashib siz shu o'tirgan taxtingizga aman bo'ling, farzandlaringizning baxtiga, hayotingiz ibrat bo'lsin. 3 o'g'il, 1 qizingizga, nabiralar faxrlanib gullar eksin yuzingizga. Siz shularning rohatini qo'sh ko'z bilan ko'rgaysiz. Hamma dunyoda yaxshi tilaklaringizga tilayman birgalikda. Ilohim hajlarga borishlar nasib etsin. Hamma yomon kunlar ortda qoldi. Xudo xolasa bundan buyog'i. Ilohim hamisha yaxshilik boshingizdan ayrimasin. Hamma bolalaringiz aman bo'lsin. Qizlar, nevaralar, ilohim sadaqat qizim ham shu ulug' kunlarda baxtli bo'lsin. Yaxshi farzandlar ber, nevaralaringiz ko'p bo'lib, chuvullab shularni rohatini ko'rib yuring. Shunga tilakdoshman. Hamma oilamiz nomidan tabriklayman. Sog' bo'ling, joningiz zamon bo'lsin. Ana endi xonadonni qudalariga ikki og'iz tabriklab qo'yadi. Anar opa, yoshingizga yosh qo'shilsin. 100 ga chiqing, 90 ga chiqib to'qnashing, 100 ga chiqib yuzlashing. Bola chaqani arzavasini ko'ring. Eng yomon kuningiz 5 kunda o'tsin. Eng yaxshi niyatlar sizga. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana bugun bizlarning xudodarimizning uyida katta maraka, bayram. Bugun tavallud topgan kun. Anar opa, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Yoshingizga yoshlar qo'shilsin. 100 yoshga kiring. Sizning yoshingizni bizlarga bersin. Barcha farzandlar rohatini ko'ring. Navara avara to'ylarida o'zingiz bosh-qosh bo'ling. Hojona bo'lish sizga ham nasib qilsin. Bugun mana shu uyning yana to'ng'ich farzandi qudamiz Mavlonada sizni ham tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yoshingizga yosh qo'shilsin. Farzandlar rohatini ko'ringlar. Yana bugun mana shu tavallud topgan kun kuyobolamiz Rahimqul, sizni ham tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Yoshingizga yosh qo'shilsin. Mana shu yaqinlar rohat, yaqinlaringiz baxtiga sog'-omon bo'linglar. Farzandlar rohatini ko'ringlar. Qizim Qimmatay bilan baxtli hayot kechiringlar. Farzandinglar ko'p bo'lsin. Hamma yaxshi tilaklar sizlar uchun. Sog' bo'ling. Sog' bo'linglar. Ana endi kelinglar, bugun mana shu onajonimizni ulug'lab, mana shunday bir xursandchilik kun baxshida qilgan insonlar xonadonni farzandlariga so'z bersak, chiroyli qilib tabriklab qo'ysa. Birinchi galda Mavlon Qul akam niyatlarini boshlab beradi. Qolgan xonadonni farzandlari, qizlari, kelinlari yaqinroq kelib turasizlar. Ikki og'izdan qisqa qilib onajonimizni tabriklab qo'yamiz. Mavlon Qul aka, xursandchilik kun muborak bo'lsin. Bugun mana shunday qo'shaloq to'yda onajonimiz o'zingiz ham tabriklab qo'yasiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Qarindoshlar, hammalarga rahmat. Oyim yoshiga yosh qo'shilsin. Ya shunaqa yoshlarni 70 tasmin bersin, oyi. Assalomu alaykum, hurmatli ushbu xonadonga yig'ilgan barcha aziz mehmonlar, kelganinglar uchun katta rahmat. Mana bugun bizning xonadonimizda 3 ta tavallud ayyom kuni ekan. Avvalambor oyijon, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Yoshingizga yosh qo'shilsin. Umr yoshingiz uzoq bo'lsin. Ilohim 100 ga kiring. 100 ga kirsangiz ham yosh bo'ling, hammamizga bosh bo'ling. Mana otajonimdan keyin ham otalik, ham onalik qilib bizani shunday kunlarga yetkazganingiz uchun katta rahmat. Har doim ta'zimdamiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana bolalarimning otasi adajonisini yoshiga yosh qo'shilsin, umr yoshi uzoq bo'lsin. Oltin boshingiz omon bo'lsin. Baxtli bo'laylik. Mana shu nevaralarni
rohatini ko'rib, qizimizni ham uzatib, o'g'lini ham uylantirib, mana shu akasini ketidan quvib yetishib olsin. Rahimqul, yoshingga yosh qo'shilsin, kelinim bilan baxtli bo'l. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'r, farzandlaring ko'p bo'lsin. Mana shu qizimiz ham omon eson qutulib, nevaralarimiz ko'p bo'lib, shularni o'rtasida oyim bosh bo'lib o'tirish hammamizga nasib qilsin. Assalomu alaykum, uyimizga yig'ilgan aziz mehmonlar. Men shu fursatdan foydalanib, o'zim nomimdan, qolaversa oilamiz nomidan apa sizni tabriklayman. Yoshingizga yosh qo'shilsin. Ilohim bunaqa yoshni ko'pini ko'ring. Hamisha bizlarni boshchimiz bo'lib, o'zingiz to'ylarimizda, xudo xolasa erta kun beshik to'ylarda bizlarga o'zingiz boshchi bo'lib yurishingizni niyat qilaman. Hammamiz nomimizdan sizni tabriklayman. Apa de. Apa de. Assalomu alaykum. Bizlarning uyga hurmatimiz qilib kelgan. Bugun bizlarning uyda eng katta boyligimiz opajonimni 71 yoshi. Apam ikkalamizni adamni tug'ilgan kunimiz. Mana shu kunga padarga qilib tuqqan oyimga ham rahmat. Sog' bo'linglar. Ana endi Sanobar opam ham chiroyli qilib oyijonisini tabriklab qo'ysin, akalarini, jiyanlarini tabriklab qo'ysin, xursandchilik ko'p bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum, mana shu xonadonimizga yig'ilgan aziz mehmonlar. Mana bugun oyimiz tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Baxtimizga hamisha sog' omon bo'ling. Mana shu yoshlarni yana ko'pini ko'ring. Avaralaringiz ko'p bo'lsin, nevaralaringiz to'ylarini ko'ring. Hammamizga bosh-qosh bo'lib yuring. Sizning yoshingizga yetay hammamiz. Baxtimizga omon bo'ling. Sog' bo'ling. Boringlarga shukr. Yana bir kara onajon bugungi xursandchilik kun tavallud oying muborak bo'lsin. Sizlarni bezovta qilgan bo'lsak ming kara uzr. Ana endi bizlarga ruxsat, niyatlari isboti bilan deganlardek, endi hammanglarni davraga taklif qilamiz onajonim boshchiligida. Davrada xuromoylab chiqasizlar. Bayramlar yaxshi bo'lsin, xursandchilik kun muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar. Hammaga kattaga rahmat. Hammani davraga taklif qilamiz. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Xo'p. Tort qolib ketdi. Tortni olib kelinglar. Sizlar nima qilarkan deb mana biz chalg'itayotgandim sizlar. Qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar onajonimizga. Yoqib boringlar bu svechkalarni yoqib boringlar. Onam oyingiz jannat onam, otam nomingiz dildan olam. Onam oyingiz jannat onam, otam nomingiz dildan olam. O'chirasiz. Lendanonchi, onajon lendanonchi, shoshmay turinglar. Ko'taringchi, dollar bor bir narsa bu yerda. Hadi ko'taringchi, bismillah. Jonim o'shay joningizga. Ichida ham narsa borga o'xshaydi. Bizga orzularim ushalgan kun.
boshim qo'yay poyingizga, jonim to'shay joningizga, duo bering bolangizga, orzularim ushalgan kun. Ana onajon 4 yillamizga sovg'a berib yuborgan o'sha. Muborak bo'lsin. Borligimga sizsiz sabab, kuyladim sizga atab. To'rchi nabirangiz nomidan bu. Savolimga topdim javob, borligimga sizsiz sabab, kuyladim sizga atab. Orzularim ushalgan kun. Onam, 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 poyingiz jannat onam. Otam, 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 nomingiz dildan olam. Onam, 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 poyingiz jannat onam. Otam, 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 nomingiz dildan olam. Onam, 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 qarsiylar qasama o'tirsin qarsiylar. Ana endi chetroq ovorasizlar to'rtlarni. Saldan keyin hamma mehmonlarimizga daradasizlar. Ana endi kelgan joyda hammani davraga taklif qilamiz. Sho'x-sho'x qo'shiqlarimiz uchun. Onajon, o'zingiz boshlab berasiz endi bugun. Qancha bo'ldi o'ynamaganingizga, o'zi to'y ham bo'lmadi, karantin bo'ldi, uni ustiga o'zingiz ham to'shakda bo'lib qoldingiz. Endi bugun bitta qo'llarni ochib, qo'l ochib bir mazza qilib o'ynab chiqing xursandchilik kunda. Marhamat. Hey! Onam canım onam, gül reyhanım onam. Siz yanımda yürsengiz, yoktur armanım onam. Onam canım onam, gül reyhanım onam. Bu 5 günlük hayatta
jonim